davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq sedim. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Sen kim bo'lganliging va qanday fikr qilganliging sababli hozirgi turmushingda ba'zi narsalarga erishamay qolgan. Demak, o'g'lim sen davomlashtirish uchun cho'qim bir sabab tepishing kerak. Sababini tepib chiqalgan chig'ingdala, ondan vujudingda orzu-armonlaringni amalga oshira olgudek kuch-qudrating borligini to'nib yetsan. Har bir inson o'z turmushidan qiyinchiliklarni yengishga turtki bo'la oladigan ma'lum narsalarni topa oladi. Faqat u belin mahkam bog'lasila. Qiyinchiliklarni yengin. Uni jang e'lon qil. Jabri jafo va kulfatlar hamma odamning beshiga keladi. Faqat qaysar kishilar bulardan omon qola oladi. Qulqonni ding tutib angla. Sen hozir turmushingda to'salg'ular bilan tirkishyapsan. Amaliyoti bo'lsa ular seni turmushning yana bir yuqori pallasiga kelib chiqmoqchi. Sen qiynalyapsan, tirkishyapsan, boshqalar oldida o'z turmushingdan og'rinyapsan. Lekin seni tavlab, turmushingni texim yuksaklikka ko'taradigan narsalarning dal mushu o'ng'ishsizlik va kulfatlar ekanligini tushunalidingmi yo'q? Navad sen qoltis odam bo'lay desang, cho'qim qo'rqinch va mag'lubiyatlarga ko'nishing kerak. Ularni do'st tutishing kerak. Chunki dal shular turmush istirilkisini olg'i siljitidi. Lekin kishilar muvaffaqiyat qozonganlarning muvaffaqiyat qozonishidagi sabab ularning tirishqonligi ekanligini, ular har kuni to'xtamay tirishqashqila haqdan farqli bo'la olganligini unutib kelishdi. Muvaffaqiyat issiq sovuqni, baldur yoki keyin turg'uningni, arg'on harmag'ingni ko'maydi. Faqat tirishmaganligingni ko'radi. Boshqalar sen erishmoqchi bo'lganlarga erishish uchun harakat qilayotgan chaqda sen bekor yurding. Asli hayotga har bir fursat sening eng oxirgi fursating edi. Sen faqat eg'izingda qo'lga keltirman desang hisob emas. Videoni ko'rgandan keyin erishmoqchi bo'lganlarimga oson erishman deyish kichik bolalarga yarashadi. Lekin hozir harakat o'tadigan vaqting keldi. Quyosh ko'tarilganda barliq kitoblaringni va barliq lentalaringni ilib, butun kuching bilan harakat o'tadigan vaqting bo'ldi. Navada qilayotganingni qilmoq oson bo'lsa, hamma odam shuni qilgan bo'ladi. Turmush seni mag'lub bo'lding degan chaqda sen cho'qim qaddingni ruslab, o'rnidan dast turib, uning xatolashganligini isbotlab berishing kerak. Qor bo'randimi davomlashtiraman. O'ng'ishsizlik uchirgan chegimdimi irodamdan yonbayman. Mayli qandoqli qiyinchilik uchirmay, men yanada qilaman. Men qilaman. Davomlashtiraman. Haqiqiy azimatlarning erishmoqchi o'g'ini medal emas. Ularga haqiqiy kerak bo'lgani kurash qilish. Mana bu ularning hayotining ma'nosi. Ular faqat kurash qilish uchun yashaydi. Kurash ularning borligi.